Mana shashliklarni boshlab oldik. Xudo xohlasa tayyorlab turibmiz. Pishyapti shashliklar. Maza qilyapti shashliklar yeymiz. Mana Muslimjon og'ayni Umarov Muslimjon. Ulfatlar qolgan ulfatlar mana sal kechroq qolishyapti, yetib kelishadi. Xudo xohlasa biz jarayonni, shashlik jarayonini boshlab oldik. Hozir Xudo xohlasa bir qo'rma sho'rvami bir narsalar qilamiz. Mana shashliklar pishdi Xudo xohlasa. Lagan ol. Lagan yo'q, mana. Obke. Pishdimi? Muslim pishdimi? Pishdi, chotki. Bo'ldi mana hozir shashlik xo'rlik Xudo xohlasa jigar, qo'y go'shtidan jaz, g'ijduvon qiymasidan olib kelganmiz. Xudo xohlasa hozir g'ijduvondan ham yeymiz. Omon bo'linglar, tan joninglar sog' bo'lsin. Mana maza qilyapti odam.